ko'rayotgan ushbu rasmlardagi kasallik juda ham jiddiy. Bu kasallikning nomi surunkali yiringli gidrodenit. Bu teridagi yallig'lanishli jarayonli bo'lib, asosan qo'ltiq osti, cho'g' va tanadagi boshqa sohalarida og'riqli shishlar, yiringlar bilan paydo bo'ladi. Kasallikning sababi bu ko'p terlash, ortiqcha vazn, semizlik, keyin gigiyenaga rioya qilmaslik, tamaki chemish, gormonal o'zgarishlar, buzilishlar va oilaviy nasllik. Ko'p hollarda bemorlar buni oddiy furunkul deb o'ylashadi va shifokorga murojaat qilishmaydi yoki boshqa shifokorga murojaat qilishadi. Lekin bu kasallikning erta davolash mumkin. Bizda zamonaviy davo usullari qo'llaniladi. Antibiotikoterapiya, biologическая terapiya, keyin lazer terapiya qilinib o'tiladi. Agar siz bizning tuzalgan bemorlar qatorida bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning markazimizga murojaat qiling.